Pomir to'glarining baland cho'qqilari orasida unda Rustam ismli bir odam yashardi. O'sha kundan keyin Rustam 5 yoshli qizi Gulnoz bilan yolg'iz qoldi. U butun umrini qizini tarbiyalashga bag'ishladi. Sen mening hamma narsamsan Gulnoz. Har kecha Rustam Gulnozga ertak aytib berardi. Qiz kichkina qo'llari bilan otasini bo'yniga ushlab tinglardi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, para Rustola mehribon ota va Gulnoz mehribon qiz yashar ekan. Maktabga ketish vaqti keldi Gulnoz. Ha, dad, men tayyor. Bugun seni sevimli shirinliklar bilan ajablantiraraman. Mana Gulnoz olib keldim. Voy rahmat dada, kelaman. Sen mening yagona umidimsan. Rahmat dada. Yillar o'tib Gulnoz 18 yoshga kirdi. U go'zal qiz bo'lib ulg'aydi. Uzun qora sochlari, katta qora ko'zlari har kimni maftun etardi. Qishloq yigitlari Gulnozga sovchilik qilishardi. Lekin u har doim men hali tayyor emasman deb rad etardi. Rustam bu holatdan ichida xursand bo'lardi. Ammo o'z yuragida yangi tuyg'ulardan qo'rqardi. U Gulnozni endi faqat qiz sifatida emas, balki ayol sifatida ham ko'ra boshlagan edi. Kechalari Gulnoz qo'shnixonada qo'shiq aytganda Rustamning yuragi tez urardi. U ko'zlarini yumib, o'zini gunohkor his qilardi. Issiq yoz kunlaridan birida ular Surg'ib daryosi bo'yiga bordilar. Qani keling suvga tushamiz. Ha, ajoyib fikr. Oyoqlarini sovuq suvga botirib o'tirishardi. Shunday qilib, Ota, men hammadan qo'rqaman. Faqat sendan qo'rqmayman. Men seni himoya qilaman bolam. Sen meni chin dildan sevishingni bilaman. Men seni nafaqat ota sifatida, balki erkak sifatida ham sevaman. Rustam, men seni sevaman. men ham seni shunday sevaman Gulnoz. O'sha kecha ular bir-birlarini faqat quchoqlab yig'lashdi. Hech qanday boshqa narsa bo'lmadi. Faqat sevgi va qo'rquv aralash edi. Men seni juda yaxshi ko'raman. Men ham seni azizim. Keyingi kunlarda ularning munosabati asta-sekin o'zgardi. Ha, bu yog'och uy ularning yashirin maskaniga aylandi. Va bu o'zgarish ularni yaqinlashtirdi. Gulnoz, seni o'ta me'limam erkak ishtiyoqi bilan ham sevaman. Rustam, men ham seni chin dildan sevaman, hurmat qilaman. Seni shunday sevish baxtning o'zi. Bu sevgi bizni abadiy birga qiladi. Bir necha yil davomida ular qishloqda sir saqlashdi. Ba'zilar shubhalanardi, lekin hech kim aniq bilmasdi. Sirimizni saqlaymiz. Yashirin yashash endi qiyin. Ha, to'g'ri, uyini sotamiz. Dushanbaga tushamiz-mi? Gulnoz 26 yoshga kirganidan do'st qaror qilishdi. Rustam uyini sotib, Dushanbaga yachay. Dushanbeda hech kim ularni tanimasdi. Ular yangi hayot boshlashdi. Gulnoz, bu senga. Sen har doimda deding, endi mening yerimsan. Men ikkalangni ham sevaman. Men ham seni sevaman. Xavotir olma Gulnoz, men seni himoya qilaman. Rahmat Rustam, sen bilan men baxtiman. Bu yerda biz o'z uyimizni qurdik. Men universitetda o'qishni davom ettiraman. Men ishlaydi, biz birga bo'lamiz. Sevaman seni. Yana bir kecha sevgim. Har kecha shunday. Boshingni yelkamga qo'y Gulnoz. Sen bilan har doim yozaman. Meni eng baxtli odam qilding. Men otadan ham, erdan ham sevgi o'rgandim. Bu ikki sevgi bitta yurakda joy oldi. Ba'zan ular eski qishloqqa o'sha daryo bo'yiga qaytishadi. Sevgi boshlan joyda bir-birlarini osmon qarshadi. Dunyo ularni qoralashi mumkin sevsa chinabada edi.